Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan, sizlarga dars o'tishimdan xursandman. Chunki bugun 5-sinf biologiya kitobining 16-mavzusi tirik organizmlar va atrof-muhit munosabatlarini o'rganamiz. Qani bo'lmasam, bizda birinchi termin ekologik omillar. Ekologik omillar o'zi nima? Tirik organizmga ta'sir ko'rsatuvchi tashqi muhit omillari bu ekologik omillar hisoblanadi. U 3 guruhga bo'linadi. Birinchisi abiotik, ikkinchisi biotik, uchinchisi antropogen. Endi uchala omilni yakka-yakka tanishib chiqamiz. Birinchi abiotik omil tashqi muhitning jonsiz, ya'ni jonsiz tabiatning omili hisoblanadi. Bunga misol uchun yorug'likni, namlikni, haroratni kirgizishimiz mumkin. Va bular jonsiz tabiat omili bo'lgani bilan ular jonli tabiatni, barcha tirik organizmlarni yashashiga, ko'payishiga, ularning harakatlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi omilimiz biotik omillar. Biotik omillar bu tirik organizmni bir-biriga ta'siri hisoblanadi. Masalan, mikroorganizmni o'simlikka ta'siri yoki hayvonlarni o'simliklarga ta'siri yoki bularning teskarisi o'simliklarni mikroorganizmlar va hayvonlarga o'zaro ta'siri bu biotik omillar hisoblanadi. Endi yirikroq biz ko'rishimiz mumkin bo'lgan ta'sirlardan biri yirtqichlarni o'txo'rlarga ko'rsatadigan ta'siri. Ya'ni sher quyonni yoki katta bir filni ovlashi bu biotik omil hisoblanadi. Endi hayvonlarni o'simlikka ta'siri, o'simlikni mollar yeb qo'yishligi mumkin. Bu bir tomondan ta'siri bo'lsa, foydali tomondan ta'siri hasharotlar o'simliklarni changlatishi. Bu ham biotik omilga misol bo'ladi. Keyingi omilimiz bizda antropogen omillar, inson tomonidan beriladigan omillar, ya'ni inson faoliyatining tabiatga ta'siri natijasida yuzaga keladigan omillar hisoblanadi. Masalan, tirik organizmlarni qirilib ketishi yoki tiklanishi. Bu inson tomonidan o'tkaziladigan tajribalar tufayli bo'ladi. Yoki insonlarni ochko'zligi tufayli bo'ladi. Yangi nav va zotlarning yaratilishi olimlarimiz tomonidan qilinadigan antropogen omillar hisoblanadi bular. Yoki atrof muhitning ifloslanishi. Bu ham antropogen omillardan biri. Bizda keyingi tanishib chiqadigan terminimiz moslashish. Moslashishdan oldin biz muhitga ta'rif beraylik. Tirik organizm moslashgan, yaxshi ko'payadigan muhit bu yashash muhiti deyiladi. Va organizmlar o'zini yashash muhitiga ko'ra ko'plab turlarga bo'linadi. Yashash muhit o'zi odatda 3 xil. Suv yashash muhiti, havo yashash muhiti va havo-tuproq yashash muhitlariga bo'linadi. Bundan baliqlarning yashash muhiti bu suv va u yashash muhitiga bu baliq moslashgan. Qanday tanasini suyri shaklda qilib olgan va terisiga tinmasdan shilimshiq moddalar ishlab chiqaradi. Va bu tanasini suyriligi, shilimshiq moddalar ishlab chiqarishligi suvni kesishga yordam beradi. Shu tufayli baliqlar osongina suzadi. Yoki sudralib yuruvchilarni moslashligi. Bularni moslashligi muguz tangachalari yordamida bo'ladi va u tangachalari cho'l sharoitida suv bug'latishdan va issiqdan asraydi. Bizda keyingi tanishib chiqadigan terminimiz biotsenoz. Biotsenoz bu tabiiy jamoaning jonli qismi. Unga o'simlik, hayvon, mikroorganizmlar kiradi. Bu 3 tarkibiy qismni biz mana shu holatda tanishishimiz mumkin. Ya'ni produsentlar, hosil qiluvchilar bunga kiradi yashil o'simliklar. Keyingisi konsumentlar, tarjimasi iste'mol qiluvchilar. Bunga hayvonlar misol bo'ladi. Uchinchisi redutsentlar, ya'ni parchalovchilar. Bunga mikroorganizmlar, ya'ni bakteriyalar va zamburug'lar kiradi. Keyingi tanishib chiqmoqchi bo'lgan terminimiz bizda oziq zanjiri. Oziq zanjiri o'zi nima? Organizmlar bir-biri bilan oziqlanib, zanjir hosil qilishligi bu oziq zanjiri deyiladi. Ya'ni o'zidan oldingisini yeb, keyingisiga yem bo'ladigan zanjir bu oziq zanjiri. Misol uchun, oziq zanjirda hozir aytib o'tgan
Biotseno'zimizdagi barcha tarkibiy qismlar qatnashadi, ya'ni produtsent qatnashadi, konsument qatnashadi va redutsent qatnashadi. Produtsentlardan o'simlikni, konsumentlardan chigirtka yeydi. Ya'ni o'simlikni chigirtka yeyapti. Endi chigirtkani konsumentni o'zidan baqa yeb qo'yadi. Endi konsumentlardan baqani konsumentlardan ilon yeydi va oxiri ilonni burgut yeb qo'yadi. Mana shu holatda burgutda tugadi. Burgut endi o'zi qachondir vafoti yetgach, ya'ni umri tugagach o'ladi va o'shanda redutsentlar orqali burgut qoldiqlarga parchalanadi. Parchalangan qoldiqlarni o'simliklar yana qayta o'zlashtiradi. U degani burgutlarni redutsentlar yegandan so'ng u redutsentlar ishlab chiqargan mahsulotni o'simlik yeydi va shu tariqa oziq zanjiri hosil bo'ladi. Oziq zanjirining biror bir halqasi uzilsa, butun boshli zanjirga ta'sir qiladi. Va xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, tirik organizmlar bir-biriga va tashqi muhitga ta'sir ko'rsatib, doimo aloqada bo'ladi. Agar birining yo'qligi ikkinchisiga ta'sir ko'rsatib, butun boshli sistemani, tizimni ishdan chiqarishligi mumkin. Ya'ni bu oziq zanjirida va bu tashqi muhit va tirik organizmlar bir-biriga aloqasida biz ham bormiz. Ya'ni ularni biri bo'lmasligi bizgacha ta'sir ko'rsatadi. Shunday ekan, tabiatning muvozanatini saqlash bizning burchimizdir. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Alloh o'rganayotgan ilmlarda ziyoda qilsin va hammanglarga manfaatli qilib qo'ysin. Xayr, omon bo'ling.